Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan eng ko'p qo'llaniladigan zamonlardan biri bo'lmish present continuous zamoni haqida gaplashamiz. Demak, present continuous zamoni bu hozirgi davomli zamon degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bu hozirgi paytda davom etayotgan ish harakatlar yuzasidan ishlatiladi odatda. Demak, biz dastavval uni qanday holatda kelishi va uni formulasi haqida gaplashamiz. Ya'ni formulasi ijobiy gaplar, ya'ni darak gaplar uchun qanday holatda ishlatiladi. Dastlab subject, ya'ni subject bu bizda ega bo'ladi. Ya'ni ega o'zi nima? I, you, we, they, he, she, it. Ya'ni bular bizda ingliz tilida gapda ega vazifasini bajaruvchi so'zlar hisoblanadi. Undan tashqari, shaxslar va narsalar ham ega vazifasini bajarib kelishi mumkin. Misol uchun ismlar yoki ma'lum bir predmetlar ham ega vazifasini bajaradi. Demak, present continuousning darak gap shakli formulasi quyidagicha. Dastlab subject, undan keyin biz o'tgan darsda gaplashganimiz to be fe'li, ya'ni am is are. Undan keyin fe'l, ya'ni verb va unga ing, ya'ni bu davomiylikni ifodalovchi fe'l ishlatiladi. Ya'ni bu ing degani o'zbek tilimizda yapti degan ma'noni ifodalaydi. Undan keyin object, ya'ni object bu to'ldiruvchi, ya'ni unga narsa, shaxs, joy va payt kiradi. Endi biz quyida unga oid misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun, I am working at Beruni School these days. Ya'ni men shu kunlarda Beruni maktabida ishlayapman. Ya'ni ishlash ish harakati bu hozirgi kunda davomli, ya'ni davom etib kelyapti. Ayni vaqtda sodir bo'lyapti bu ish harakat. Endi yana bir misol, he is driving a car at the moment. Ya'ni u ayni paytda mashina haydayapti. Ya'ni bu ish harakat ham ma'lum bir, ya'ni hozirgi vaqtda davomiy hisoblanadi. Ya'ni hozir minib ketyapti mashinani. Ya'ni ish harakat hozir davom etyapti. Yana bir misol, they are looking at me now. Ular menga hozir qarashyapti. Deyapmiz, ularning qarash vaqti bu hozirgi vaqtga to'g'ri kelyapti va u davomiy bo'lyapti. Ya'ni hozir menga qarab turibdi deyapti. Ya'ni ish harakat ayni paytda davom etyapti. Xo'p, yana aytib o'tganimizdek, subjectga, ya'ni egaga are, you, we, they, he, she, it olmoshlari va barcha shaxslar va narsalar kirib ketar ekan. Endigi navbat present continuous zamonimizning so'roq shakli formulasiga, ya'ni so'roq shakl quyidagicha hosil qilinadi. Ya'ni dastlab am is are to be fe'llari, undan so'ng subject, ya'ni ega, undan keyin verb, fe'l va unga ing qo'shimchasi. Va gapning oxirida har doimgidek object, ya'ni narsa, shaxs, joy va payt ishlatilishi kerak. Ya'ni keling bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Is she cooking a cake now? Ya'ni u ayni paytda yoki hozir tort pishiryaptimi? Yoki are they playing football at present? Ya'ni ular ayni paytda yoki shu vaqt oralig'ida futbol o'ynashyaptimi? Ya'ni ish harakat ayni vaqtda sodir bo'layotgani yoki bo'lmayotgani to'g'risida biz ulardan savol so'rayapmiz. Savol tariqasida ma'lumot so'rayapmiz. Ana endi present continuous tarkibidagi so'roq gaplarga ikki xil turda javob berish mumkin. Ya'ni to'liq javob va qisqa javob. Va odatda short answerlar quyidagicha hosil qilinadi. Ya'ni yes, subject, am is are. Va bu yerda qo'llaniladigan subject bu bizda berilgan gapda qaysi ega berilgan bo'lsa, undagi qisqa javob ham xuddi o'sha ega bilan javob berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni is she cooking a cake now deyapmiz. U hozir tort pishiryaptimi desa, yes she is. Ha, u pishiryapti. Ya'ni bu qisqa javob to be fe'li bilan yakunlanadi. Endi are they deyapmiz. Ya'ni ega they bilan ifodalanyapti. Va unga beriladigan qisqa javob tarkibidagi subject ham they bilan ifodalanyapti. Ya'ni yes, subject am is are, no, subject am is are va not. Keling, endi present continuous zamonini inkor shakli haqida gaplashamiz. Inkor shakli, ya'ni negativ shakli quyidagicha hosil qilinadi. Dastlab subject, ya'ni I, you, we, they, he, she, it. Undan keyin am is are to be fe'li. Undan so'ng not, ya'ni bu bizda inkor yuklamasi hisoblanadi. Va undan keyin verb, ya'ni fe'l, keyin unga ing, ya'ni davomiylikda ifodalovchi qo'shimcha, keyin object, ya'ni narsa, shaxs, joy va payt ishlatiladi. Misol uchun, we are not waiting a bus now deyapmiz.
Ya'ni biz hozir avtobus kutmayapmiz. Ya'ni bu yerda biz o'sha qilmayotgan ish harakatimiz to'g'risida ma'lumot beryapmiz. Yoki I am not listening to music for the time being. Ya'ni men ayni paytda musiqa tinglamayapman, musiqa eshitmayapman. Ya'ni o'sha ish harakatni men ayni vaqtda bajarmayapman. Ya'ni inkor ma'no ifodalanyapti. Yoki he is not riding a horse at the moment. Ya'ni u ayni paytda ot minmayapti. Endigilik navbat. Bu yerda asosan present continuous qachon ishlatiladi? Ya'ni qanday holatlarda biz present continuousni ishlatishimiz mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Demak, dastlab birinchi ishlatilish holati action happening now. Ya'ni action happening now bu nima degani? Bu ayni vaqtda davom etayotgan ish harakatlar. Ya'ni aynan hozir nutq so'zlanayotgan paytda sodir bo'layotgan ish harakatlar uchun biz present continuous zamonni ishlatamiz. Misol uchun, you are eating traditional food now. Ya'ni sen ayni paytda an'anaviy taomlarni iste'mol qilyapsan. Qachon iste'mol qilyapti? Aynan hozir, ya'ni ish harakat shu vaqt oralig'ida davom etyapti. Yoki he is writing an essay at the moment. Ya'ni u ayni paytda essay yozyapti. Ya'ni insho yozyapti. U insho yozish holati aynan nutq so'zlanayotgan paytda sodir bo'lyapti. Yoki I am running for the time being. Men ayni paytda yuguryapman deyapti. Ya'ni ish harakat hozir davom etyapti. Hozir yuguryapti. Endi demak birinchi ishlatilish holatimiz so'zlovchi so'zlayotgan paytda sodir bo'layotgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Endi keyingi ishlatilish holatimiz bu temporary situation. Xo'p, temporary situation degani bu vaqtinchalik ish harakatlar. Ya'ni present continuousdagi barcha ish harakatlar vaqtincha sodir bo'ladi. Ya'ni ish harakat ayni vaqtda sodir bo'ladi, lekin u qachondir yakunlanadi. Ya'ni bu vaqtincha sodir bo'ladigan ish harakatlarni deyarli barcha ish harakatlarda biz ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, Alex and Sarah are learning English these days. Ya'ni Alex bilan Sarah shu kunlarda ingliz tilini o'rganyapti. Ya'ni shu kunlarda o'rganyapti. Ya'ni ingliz tilidan ma'lum bir darajaga yetgandan so'ng uni to'xtatish ehtimoli yuqori. Ya'ni ish harakat vaqtincha sodir bo'lyapti. Yoki the teacher is improving his methods in abroad. Ya'ni o'qituvchi chet elda ayni vaqtda malakasini oshiryapti. Ya'ni metodlarini oshiryapti deyapmiz. Ya'ni bu o'qituvchi uchun davomiy, ya'ni umrbod sodir bo'ladigan ish harakat emas. Ya'ni ish harakat ma'lum bir vaqt davom etadi xolos. Shuning uchun bu ham vaqtincha ish harakat hisoblanadi. Yoki I am looking for a well-paid job nowadays. Ya'ni men ayni paytda yoki shu kunlarda yaxshi maosh to'lanadigan ish oqtaryapman. Ya'ni ish harakat oqtarish hozir davom etyapti. Ya'ni uni ma'lum bir vaqtdan keyin biz ish harakat ishni topganimizdan so'ng ish harakat yakunlanadi. Ya'ni shuning uchun bu ish harakatlar vaqtincha sodir bo'ladi. Ana endi eng nozik ishlatilish holatlaridan biriga keladigan bo'lsak, ya'ni odatda aynan ushbu ish harakatni ko'pchilik o'quvchilar noto'g'ri talqin qilishlari mumkin, chunki bunga yetarlicha asos bor. Ya'ni annoying habit deyapmiz. Annoying habit bu ranjitadigan ish harakatlar, ya'ni kimdir tomonidan ranjish sodir bo'ladigan ish harakatlar. Va bu yerda biz odatda always kalit so'zini ishlatamiz. Always kalit so'zi esa odatda present simple zamoni uchun xos. Present simple zamoni bilan present continuous zamonida bu juda ham o'xshash hisoblanadi. Ya'ni odatda present simple da always so'zi doim degan ma'noni ifodalab, doimiy takroriy ish harakatlarni ifodalaydi. Lekin biror bir ish harakat takroriy ifodalangani natijasida kimnidir ranjitadigan bo'lsa, bu present continuous zamoniga aylanadi. Va always kalit so'zi to be fe'li va verb ing orasida, ya'ni gapning o'rtasida ranjish ohangini ifodalash uchun ishlatiladi. Va bunda shaklan biz present continuous deb olamiz, ya'ni shaklga ko'ra present continuous. Lekin ma'no jihatdan u present simple, chunki u bizda doimiylikni ifodalaydi. Endi misol tariqasida ushbu misollarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni you are always borrowing my things without asking. Ya'ni sen doim mendan so'ramasdan narsalarimni olib olasan. Ya'ni bu doim uni narsalarni olishi aslida doimiy ish harakat.
Lekin bu narsa uni ranjitishi present continuous o'tib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu garchi biz gapimiz tarkibida always so'zini ishlatsak ham, u aslida present continuous ifodalayapti va bu yerda u ranjish ohangini ifodalayapti. Yana bir misol, she is always coming late to the lesson. Ya'ni u doim darsga kech keladi va bu o'qituvchini ranjitadi. Ya'ni nimaga sen darsga doim kech qolyapsan degan ohangda bu ranjish ohangi ifodalangani uchun biz always so'zini present continuous zamonida ranjish ma'nosini ifodalashga ishlatyapti. Ana endi keyingi navbat yana bir zamon bilan o'xshash jihatlari bor bo'lgan holat, ya'ni planned activity. Hop, planned activity degani bu oldindan rejalashtirilgan ish harakatlar. Ya'ni bu yerda ish harakat ma'lum bir vaqt oldin rejalashtirilgan bo'ladi, lekin uni ijrosi hali sodir bo'lmagan bo'ladi. Va biz oldindan rejalashtirganimiz hisobiga biz rejalarimiz haqida ma'lumot berganimiz sababli biz uni present continuous deb ifodalaymiz. Ya'ni he is visiting to the museum next Monday according to the schedule. Ya'ni u jadvalga ko'ra keyingi dushanba kuni muzeyga tashrif buyuryapti deyapmiz. Ya'ni ish harakat hali sodir bo'lgani yo'q, lekin uni rejaligi to'g'risida hozir ma'lumot berayotganligimiz sababli biz present continuousni ishlatyapmiz. Endi yana bir misol, I am meeting with my doctor tomorrow. Ya'ni men ertaga doktorim bilan ko'rishyapman. Ya'ni ish harakat oldindan rejalashtirildi. Hali u sodir bo'lgani yo'q, lekin rejaligi to'g'risida ma'lumot berayotganligimiz uchun biz present continuous zamonida ishlatishga majburmiz. Chunki biz bu ish harakatni hozir gapiryapmiz. Endi keyingi oxirgi ish harakatimiz bu appealing or calling situation. Xo'p, bu nima degani? Appealing calling situation degani bu chaqiruv da'vat, ya'ni kimnidir chaqirish orqali biror bir ish harakat to'g'risida ma'lumot berish holatini ifodalash uchun ishlatiladi. Ya'ni va biz aynan ushbu holatni ifodalash uchun look, listen, hurry up, keep silence va shut up kabi undov ma'nosini ifodalovchi kirish so'zlardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun, look, the birds are flying in the sky. Ya'ni qara, qushlar osmonda uchyapti. Ya'ni biz kimnidir chaqirish orqali o'sha bo'layotgan ish harakat to'g'risida ma'lumot beryapmiz. Yoki listen, someone is calling you. Eshityapsanmi? Kimdir seni chaqiryapti. Ya'ni bu yerda eshityapsanmi degan orqali biz uni da'vat qilyapmiz, chaqiryapmiz va bo'layotgan ish harakat to'g'risida ma'lumot beryapmiz. Demak, aynan present continuous ushbu 5 ta holatda ishlatiladi va bu eng common ishlatilish holatlari hisoblanadi. Ana endi ushbu zamonda ifodalovchi vaqt ko'rsatkichlari, ya'ni time expressionlar haqida gaplashamiz. Ya'ni ushbu time expressionlar odatda gapning oxirida kelib, bizdan present continuous zamonini qo'llanilishini talab qiladi. Ya'ni now bu hozir, at the moment ayni paytda, at present hozirda, these days shu kunlarda, nowadays hozirgi paytda, for the time being ayni paytda, currently hozirda va always doim. Ya'ni aynan bu ish harakat bizda ranjish ohangini ifodalaydi. Va demak, shu bilan birga present continuous zamoni nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarimizda bundan ham qiziqarli va yana ham ko'p qo'llaniladigan zamonlar haqida suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting.